Birodar, Amerikaga vizani olding. Kelyapsan. Welcome to USA. Jaraq pul, jaraq pul. Baby, calm down. Calm down. Girl, this your body, put in my heart for lockdown. Shunchaki chumon chiqadi, bo'ldi do'stim. Shunchaki chumon chiqadi. Chunki sen qiynalib topayotgan pulni ingliz tilini biladigan oshlang osongina topadi qo'yadi. Mana shunaqa. Keyin seni ko'ting kuyib, nima bo'ldi, 911 ga telefon qilib, srochni kelinglar, pazarnik, milisa hamma, doktor birinchi yordam keladi, nima bo'ldi desa, keyin bunday qilib ko'rsatasan o'zingni. Nima bo'lyapti desa, ko't kuyapti. Nima qilamiz endi? Nima sabab? Sen ingliz tili shuning chunki o'shani ham ayta olmaysan. Hozir seni vaqting bor. Amerika hech qayerga qochib ketmaydi. Amerika joyida turibdi. Aytmoqchi bo'lganim 2-3 oy borib ingliz tilini o'qi. Ho'kizmisan? İngliz tilini it biladi bor-ku Amerikada. Sen bilmaysan. Mazgi.